Dadasi choping, kobra! Qayerda? Yerto'lada. Padaringga la'nat. Qo'limga belkurak ilindi. Yerto'laga qarab chopdim. Yorug'dan qorong'iga birdan moslasha olmagan ko'zlarim hech narsani ko'rmay qoldi. Panarni opke. Xotinim Xitoy chiroqni olib keldi. Ko'rdingmi o'zi kobrani? Kobrani o'zini ko'rsam, meni sog' ko'rarmidingiz? Ovozini eshitdim, to'rda vishillayapti. Qana, ko'rsatchi. Xotinim Xitoy chiroqning yorug'ini yerto'laning to'rga qaratdi. Har yil ham Tiramada dashtga ko'p jonivorlar o'zini qishloqqa urar, og'il, yerto'lalarda sichqon kalamushlar ko'payib ketardi. Bu yil Jalasoyga Tiramaq kutilmaganda barvaqt tushib qoldi. Hali dehqonlarning ancha-muncha hosili dalada edi. Lop etib qor yog'di. Dekabrning oxirigacha paxta tergan paytlarimizda tushmagan qor, yangi yil bayramlarida ko'zimizni to'rt qilib kuttirib yog'magan qor noyabr bo'lmay guppillab yog'di. Qorni palaklardan tushirib tashlab, dehqonlar kartoshkalarini shoshilinch kavlab, pomidorlarni terib, bog'lar adog'ida g'amlab qo'ygan xas-xashaklarni ham shoshilinch qishloqqa tashiy boshladilar. Bu xas-xashaklarning ichida ko'plab sichqon, kalamush, ilonlar ham qishloqqa kelib, issiq og'ilxona-yu sayizxonalardan panoh topdilar. Qishloqqa qarab chopib kelayotgan kalamushlarni, sichqonlarni, qishloq tomonga o'rmalayotgan sudraluvchilarni ko'rishganini aytishardi odamlar. Qishloqda ko'pincha ilon, kobraning paydo bo'lgani ko'pchilikni vahimaga solib qo'ydi. Har kuni kobra haqida bitta-ikkita mishmish quloqqa chalinardi. Abdurahim aka mollariga yemish tashay deb bir bog' xasni olsa, orasidan bir quloch kobra tushib, vishillagancha yemishlarning orasiga kirib ketganmish. Latif aka og'iliga kirsa, bitta kobra odam bo'yi tika turib, bo'ynini shishirib, vishillab turganmish. Eshnazarning otini kobra chaqib o'ldirganmish. Mama Yusufning 6 oylik qo'zisini sayizxonasidan chiqqan kobra butunlay yutib yuborganmish. Ishda mishmish, uyda ham mishmish. Choyxonada ham gap kobradan boshlanib, kobradan tugaydi. Duppa-durust Amerika bilan Eronning munosabatlarini sharhlab o'tiradigan boboylar ham salom alikdan keyin gapni kobradan oladigan bo'lib qoldi. Niyozga aytinglar, 4-5ovni paqillatib otsin. Kamayib qoladi. Niyoz ovchi ham bekor o'tirgani yo'q. Kim chaqirsa borib kobrasini otib beryapti. Kobra ham kamaygan chiqar, ammo vahimasi kamaymadi. Maktabdan ham kobra chiqibdi. Bolalarning ustiga shiftdan shaloplab tushibdi. Bolalarga ziyon yetkazmayapti-yu, lekin dars o'tayotgan adal muallim doktor deymish. O'ziga bir kep, bir kemay yotibdimish. O'tgan yili hashar bilan tomi yopilgan shoh shabaning ustidan qamish bosilgan. 4 ta sinfxonaning shiftiga fanermi, kartonmi urishga pul yetmagan edi. Pechkasini yoqishgan bo'lsa, issiqqa kelgandirda kobralar. Qulay joy ekan deb qamishlarning orasidan in-pin qilib olishgandir. Bitta kobra bahona bo'lib, bir hafta bolalar maktabga bormadi. Maktabdan boshqa kobra chiqmadi. Qulog'imni tagida turib pishillama. Kobrani emas, seni pishillaganingni eshityapman. Xotinim nafas olmay turdi. Vish. Yerto'laning to'rdan kobraning ovozi endi aniq tiniq eshitildi. Qo'limni qo'y, nimaga yelkamni changallaysan? Qo'rqib ketyapman-da dadasi. Hamsiyalarni chaqiraymi? Oriyatim qo'zidi. Xotinimga botirligimni ko'rsatib qo'ygim keldi. O'chir ovozingni. Bittadir, ikkitadir palag'daroq chiqdi ovozim. Shunga endi hamsiyalarni ham bezovta qilasanmi? O'zim belkurakni 2 qo'llab urishga shay tutib, oldinga yana 2 qadam qo'ydim. Kobraning ovozi endi balandroq eshitildi.
Tizzam qaltiradi, ammo orqamda turgan xotinimga buni sezdirmaslik uchun bir tomoq qirib olib, yana 2 qadam qo'ydim. Shu payt oyog'imdan bir nima sirpalib o'tganday bo'ldi. Voy enajon! Buni men aytdimmi? Xotinim aytdimi? Endi ahamiyat yo'q. Ammo zarb bilan urib oyog'imda o'rmalagan ilonni 2ga bo'lib tashladim. Pastga qaratchi panaringni, o'ldirdim shekilli. Xotinim Xitoy chiroqni oyog'imga qaratdi-yu, kulib yubordi. Nimaga kulasan, ukag'arni bolasi? O'ldiribsiz. O'ldiribsiz. Boplab o'ldiribsiz. Xotinim engashib, men o'ldirgani kobrani shoshgandan oyog'imga ilib chiqqan shippagimning bog'lanmagan, men belkurak bilan chopgan tasmasini olib qo'limga tutdi. Rustam sapojnikka ish qilibsiz. Xiringlama. Qayerdan bilaman? Oyog'imga kobra o'ralganday bo'ldi-da. Vish. Vish. Kobraning ovozi yanada balandroq eshitildi. Hozirgina kulib turgan xotinim yer to'la eshigiga qarab otildi. Qayoqqa qochasan? Panarni tut. Uch yuz yillar burun Jalasoyni bir ilon bosgan ekan. Do'ngsoyda ko'chish bo'lgan yili ulkan qir tag tomiri bilan ko'chib, soyni bosib qolgan ekan. Ana shunda ini buzilib, qirning tagidan chiqqan minglab ilonlar Do'ngsoydan qochib kelib, Jalasoyning yuqori betiga o'rnashgan ekan. Odamdan katta ilonlarni o'shanda ko'rishgan ekan jalasoyliklar. Odamlar u tarafga o'ta olmay qolgan ekan. O'sha tomonga o'tgan qo'y bormi, mol bormi, qaytmas ekan. Yo'qolgan molni u yoqqa izlab boradigan mard ham topilmagan ekan. Bitta ikkita odam ham bedarak ketgach, Jalasoyning mullalari Katta Qo'rg'onda yashaydigan Avliyo boboga borishgan ekan. Asli oti So'fi Olloyor bo'lgan o'sha Avliyo bobo ilonlarning podshosiga xat yozib bergan ekan. Xatni bizning mullalar ilonlarning makoniga olib borib tashlagan ekan. Mulla bobolar 1 metr kelmaydigan bir kichkinagina ilon xatga qarab turib qattiq bir chinqirganini, shundan keyin ilonlar xuddi qoramol podasidek poda bo'lib toqqa qarab chiqib ketganini aytishgan ekan. Jalasoyda shundan keyin 100 yilgacha birov ilon ko'rmagan ekan. Ammo bu yil ko'paydi. Yomon ko'paydi. Yana kobra ko'paygani yomon bo'ldi. Vish. Vish. Xotinim yelkamni changaladi. O'zim ham bir seskandim. Kobraning ovozi xuddi yonginamdan chiqqanday bo'ldi. Ovozi eshitiladi-yu, o'zi ko'rinmaydi-ya. Ovozing o'chkir. Ehtiyot bo'ling, dadasi. O'zi ham nima topsang yer to'laga tashibsan-da. Beshik ham shu yerda. Eski ko'rpa yostiq ham, peshonam muzday, sovuq va silliq narsaga tegdi-yu, a'zoy badanim muzlab ketdi. Padaringga la'nat kobra, yer to'la shiftiga osilib olgan ekan-da. Voy enajon! Endi buni aniq men aytdim. Tok urgandek orqamga ag'darildim. Xotinimning ovozi uzoq-uzoqlardan elas eshitildi. Nima bo'ldi dadasi? Chaqdimi? Peshonamga qarachi panaringni, qon yo'qmi? Xotinim peshonamga sinchiklab qaradi. Yo'q, qon yo'q dadasi. Shift tarafni qo'lim bilan ko'rsatdim. Ana, osilib turibdi. Xotinim qo'rqabsa Xitoy chiroqni yer to'la shiftga qaratdi. Peshonam tekkan kobra velosiped g'ildiragining eski kamerasi Xitoy chiroq nurida yaltirab, hali ham qimirlab turardi. O'rnimdan irg'ib turib, bir chetga uchib ketgan belkurakni topdim-da, kamerani olib 3-4 bo'lak qilib chopib tashladim. Ana shu payt ro'paramda odam bo'yi tik turgan haqiqiy kobraga ko'zim tushdi. Bo'ynini shirmagan bo'lsa ham, ko'zi menga qarab, chaqchayib turganligini his qildim. Ovozi battar baland eshitildi. Ush, ush. 20 yilcha oldin bir voqea bo'lgan edi. O'shanda Tilovberdi cho'ponning kasofati bilan kobra chiqmagan uy qolmagan edi. Har yili erta bahor qo'ylarni qirga haydab ketadigan Tilovberdi cho'pon qirda bir uy qurib
o'sha yoqdan kelmay qo'y boqadigan bo'lgan edi. Ammo bir yili uylaridan kobra ilon chiqibdi. Yakka-yu yagona o'g'lini chaqib o'ldirgach, Tilovberdi cho'pon kobralarni ayamay otaveribdi. Kamaytira olmagach, qishloqqa ko'chib tushibdi. Ammo kobralar Tilovberdi cho'ponning orqasidan qishloqqa ham keldi. Odamlarga ham ziyon bera boshladi. Kobralar Tilovberdining xotinini ham chaqib o'ldirgach, 5-6 davon oshib boshqa viloyatga ko'chib ketgan. Shundan keyin kobralar ham qishloqda ko'rinmay qolgan edi. Ammo bu yil ko'paydi. Nima sababdan ko'paydi buni bilmadim. Na boboylar biladi, na kattalar. Rais boboy ham keldi qishloqqa. Kobraga kuchimiz yetmaydi, dedi rais bobo. Men Raykom boboga aytdim. Miltiq beramiz, o'q beramiz, otingizlar o'lsin, dedi Raykom bobo. Men ilonlarni bizning rayondan chiqib ketsin deb buyruq berolmayman, dedi. Raykom boboki bir nima qilib berolmasa, men nima qilib beralaydim? Ehtiyot bo'lingizlar. Bolalar yolg'iz yurmasin. Ana shundan keyin bolalarni u yoq bu yoqqa yolg'iz yubormaydigan bo'ldik. Ana shundan keyin kech bo'lmasdan uyning ichiga bolalar uchun tuvak kirgizib qo'yar bo'ldik. Odam bo'yi bo'lib tik turgan, Xitoy chirog'ining xira nurida yaltirab ketayotgan kobra deraza pardasi ilinadigan karniz ekan. Asta qo'limga olib xotinimning kallasiga o'qtaldim. Kallangga bir solaymi mana shu bilan? Men sizga nima qildim? Shuni ham yerto'laga qo'yasanmi kallavaram? Keyin shusiz ham bo'lari bo'lib turgan xotinimga ichim achib qo'shib qo'ydim. Zanglab ketadi-ku ayasi. Vish. Qo'llarim belkurakning dastasini ezib yuborayozdi. Panardi tut, dedim. Ovoz kelgan tomonga Xitoy chirog'ining yorug'i va belkurak baravar to'g'rilandi. Ush. Ovoz biror metr naridan eshitilardi. Ana endi adashmaslik kerak. Bir zarbada kobrani chopib tashlamasam o'zimga yomon bo'lishi aniq. O'ldira olmay, yarador qilsam, kobra alamdan meni ham, xotinimni ham chaqib o'ldirishi aniq. Endi adashishga haqqim yo'q. Qo'rqma. Buni men xotinimga aytdimmi, o'zimgami ahamiyati yo'q, ammo aytdim. Belkurakni nayza tutgan makedonskiy askardek mahkam tutib, hal qiluvchi zarbaga tayyorlandim. Ush. Kobraning ovozi qayerdan kelayotganligi aniq edi. Ush. Ovoz yaqinda xotinim pomidor bodringlardan pishirib, qopqoqlagan va yerto'laga terib qo'ygan bankalar orasidan, aniqrog'i bitta otilmoqchi bo'layotgan bankadan chiqayotgan edi. Belkurakni otib yuborib, orqamda ko'zlari katta bo'lib turgan xotinimga o'girildim. Kobrang kallang diyesin, bankangni qattiqroq yopsang o'lasanmi? Tamom. Hikoya muallifi Karimberdi To'ramurod.